Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bonusimiz ketdi mana. Kim telefon qilsa 7 millionga ketdi. Karta nomeri aytamiz sog'lovchilarga. Onlayn, offlayn qizig'i yo'q. 7 millionga ketdi akalar. Ho. Ha, beramiz 7 millionga. Olib ketaversin. Mana 103 tadan oshdilar. Beramiz. Kim? Assalomu alaykum. Sizmisiz? Rahmat aka, yaxshimisiz? Rahmat. Mana akalar. Sherigingiz bilan gaplashdim shekilli. Ha, Hasanboy bilan men Husanboyman aka. Hali 7 millionlikni so'rayapsizmi mana bonusni? Aka, Liboy payt kelavering. Kartaga 1-200 ming tashab qo'ying, sizniki mol. Hasanboy bilan gaplashdimmi hozir? Men Husanboyman, Husanboy bilan gaplashyapsiz. Yo'q, boya Hasanboy bilan gaplashdimmi? Ha. Qayerdansiz aka? Asakadan. Bo'ldi aka. Mana nima, kanalingizni nomini Husanov desam ham chiqmayapti, yozmadi. Husanboy uz. Mashinga obuna bo'lib qo'ying aka. Husanboy uzga shu nima qilsam chiqmayapti-yu kanalingiz. Chiqadi, istasangiz chiqadi. Haligindaqa registratsiyasi to'shlik bo'lmaganda aka. Husanboy uzmi? Ha. Mana akalar. Alo. Assalomu alaykum. Aka, u sementallar ham kelyapti sizlarga? Sementallar aka xudo xolasa 10-dan keyin keladi. Bo'ldi, o'sha 10-dan keyin bir xabarlashamiz aka, bir 5-6 bo'ladi. Xo'p aka, xo'p. Andijonga dastlabki bormi? Andijonda Liboy joyga dastlabki bor. Farg'onami, Qo'qonmi? Qizig'i yo'q, Namanganmi? Perevalda bu yoqiga do bittasiz ham dastlabkasi bor akalar. Mashinani ham ko'rsatib qo'yaman shekillida. Bo'yi necha aka bularni? Bo'yi mana aka 80 dan boshlab eng kichigi mana aka, eng kichigi. Bu yog'i 1.25 ga davrda. Akalar lak to'xtab qoldi, 100 tadan oshdi lekin rahmat hammaga lak bosganlarga, bosmaganlarga, bizni kuzatayotganlarga, negativchilarga ham. Hammani chorvasiga baraka bersin akalar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. To'qson uchlik bilan 416 77 75 ga telefon qilinglar. Shvedlarning tozasi bor. Mana tozasi, mo bittasi mana aka. 74 liga qilsangiz aloqa uzilib qoladi, internet uzilib qoladi. Mana. Akalar 75 ligiga telefon qilinglar. 93 lik bilan 416 77 75. Internet uzilib qolyapti akalar. Mana. Narxlarini qanchadan? Endi kirgan akalarimiz ham bor ekanda, mana maytda. Assalomu alaykum debdi. Va alaykum assalom. Mana aka. Shved so'raganlarga. Narxlari qancha aka? Shvedlarning narxini aytaymi aka? Jupiga 30 million so'm kami bor, hayrisi bor, dastlabkasi bor. Yakkaga 15,5, 15 kami bor. 15,5. 15 kami bor. Mana. Qayerda bular? Bular Andijon tumani Ayrilish mahallasida, Jahon bozoridan 3 kilometr teparoqda. Bir tiyin moling. Seni ham moling bir tiyin. Negativlar ham kerakda hamma joyda.
Negativlar bo'lmasa bo'lmaydi bu dunyoda.